Hammaga assalomu alaykum. Biz aynan Toshkent shahridan 110 metr kvadrat bo'lgan 3 xonali kvartirani remontini qilib o'tibmiz. 3 xonali. Birinchi chap tarafimizda kuxnya. Kuxnyaning yonboshida detskiy spalni, to'g'rida sanuzel. Keyin bu yonda o'ng tarafimizda katta spalni va mehmonxona. Toshkent mehmonxonasi molding bo'ldi. Kattalar uchun spal ichida yana bitta sanuzel bor. Birinchi kuxnyamiz yana hamma joyi molding qilingan, shkurka qilinib, kraskaga tayyor bo'lib turibdi. Bu yon tarafda kuxnya turadi. Kuxnya nabor. Detskiy spalnimiz. Potoloklarni detskiy bo'lgani uchun matematik figura qilingan. Geometrik figura. Bu kichik sanuzelimiz. Xudo xolasa bu yerni bitgandan keyin yana bir obzor etamiz. Ko'rasizlar, ranglar urib bo'lgandan keyin nechik chiqqanini. Kattalar uchun spalni. Sanuzel endi. Shunda ikkita sanuzel, ikkita spalni, bitta mehmonxona va bitta oshxona. Mana mehmonxonamiz. Yer pat ключ olingan. Перегородкаlarni o'zlarimiz bo'ldik. Stenli gipsokardon, vodostochniy, stekloxoz va hokazolar bilan profillarimiz yaxshi chatilgan. Hamma ishini o'zlarimiz aytib o'tamiz, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib qo'yish yoddan chiqmasin.